Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Uzum payvand qilishni ayni vaqti. Mana hozir bitta ko'zni kesib olamiz. Bir bo'g'in gapirib turamiz. hop apelka usulida minus qilib kesib olamiz. Lezvadan foydalanamiz o'tkir bo'lganligi uchun. Mana shu holatda kesib olamiz. Tayyor. Qizil uzumga oq uzum ulayapmiz. Hozir mana tanada 5-6 xil uzumlardan ulab tashlaganmiz. Bir tupda 3 xil, 4 xil, 5 xil meva qiladigan qilib ulab qo'yamiz. Mana shu joydan kesib, mana lezvada ochib olamiz. Tayyor bo'lgan novdamizni sanchamiz. Mana shu holatda plyonkaga boylab qo'yamiz. Plyonkaga boylab pastki tomondan boshlaymiz boylashni. Böyle qilib o'rab xom surxi payvand qilish vaqtida hozir. Mana shu bahorga payvand qilish bo'ladi. Hozir oldingi ulanganlarimizni ham ko'rsatib o'taman. Natija yaxshi, xudo xolasa. O'rtoqlar, mana shu bahorga ulama bo'ladi. Mana oldingi ulaganlarimiz. Ulamanyapmiz. Har xil qilib ulab tashladik. Mana bu yerga, mana shu suruqqa oldin ulaganmiz. Mana 2 yil oldin ulangan. Shunda mana o'sib, mana meva qilyapti. Olay desam, 2 yoshli tok mana shu. Yoshli tok mana rosa meva qildi. Kamida 20-30 yosh uzumi bor hozir. Har bitta shoxda 2 tadan. 2 yoshdan uzum qilgan. Mana bu natija. 2 yil oldin payvand qilingan. Shuni payvand qilganmiz. Hop, mana bu shoxlarda ham payvand qilingan. Hozir tashlaverganmiz. O'shandan bo'ldimi? 5 ta. Pastda. Mana shu ham payvand qilingan mana. Mana bu joyda. Bu 1 yoshlik. O'tgan yil ulangan. Shoximiz Mana bu ham ulangan. qizil uzumga oq uzum ulaganmiz. Mana bu past tomondan ham payvand qilingan. Mana shu joyda. 2 yilda shundoq bo'ldi mana. Siz ham sinab ko'ring, albatta natija zo'r bo'ladi.